Opa, biz nikohdan o'tishga ariza topshirgandik. Keliningiz familiyasiga o'tmayman deyapti. Hamma o'tadi-yu, to'g'rimi? Tushuntiring. Hurmatli fuqaro, oila qonunchiligiga ko'ra nikoh tuzilganligini qayd etishda nikohlanuvchi shaxslar o'z xohishlariga ko'ra ikkalasidan birining familiyasini umumiy familiya sifatida tanlashlari yoki o'zlarining nikohgacha bo'lgan familiyalarida qolishlari mumkin bo'ladi. Sizlarga yana bir yechimni taqdim etishimiz mumkin. Bu qonunchiligimizda shunday belgilab qo'yilgan. Nikohlanuvchilar familiyalarining qo'shilishi orqali hosil bo'lgan familiyani ham umumiy familiya sifatida tanlashlari mumkin. Ya'ni bu qo'shaloq familiya deb ham ataladi. Masalan, kuyov Hasanov, kelin esa Shodiyeva. Shunda kuyov uchun Hasanov, Shodiyev, kelin uchun esa Hasanova, Shodiyeva familiyalari qo'shaloq tarzda umumiy familiya sifatida tanlanishi mumkin bo'ladi. Nikohlanuvchilardan biri er yoki xotinning familiyasini qabul qilsa, u holda fuqarolik pasportini, ID kartasini, agar mavjud bo'lsa, xorijga chiqish pasportini ham 1 oy ichida almashtirishlari zarur ekanligi to'g'risida ogohlantiriladi.